Dua qilgan vaqtinglarda boshqalarga ko'z qilish uchun ibodatxona yoki to'rt ko'cha og'zida turib elib, duo qiladigan soxtabazlardek duo qilmanglar. Bilib qo'yinglarki, ular shundoq qilib, boshqalarning hurmatidan boshqa hech qanday inomga erisholmaydi. Duo qilgan vaqtinglarda uyga kirib, ishni yepib, arishdiki ko'rinmas otanglarga duo qilinglar. Sajdamasdan qilingan barliq ishlarni bilib turg'uvchi arishdiki otanglar jazman sizlarga inom berdi. Duo tilovat qilganda butparastlardek quruq gaplarni takrorlamanglar. Ular gapni takrorlaversak, Xudo talabimizni ijobat qiladi deb o'ylasa kerak. Sizlar ularni do'rimanglar. Chunki arishdiki otanglar sizlarning ehtiyojinglarni sizlar talab qilishdan avvalla biladi. Shuning uchun bundaq duo qilinglar. Ey arishdiki otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzida namoyon bo'lg'ay. Irodang arishdikidek yer yuzidami amalga oshirilg'ay. Kundulik yemakligimizni bagaysan. Bizga gunoh qilganlarni kechirgunimizdek, senmi gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan. Bizni yomonlikdan yiroq qilgaysan. Sizlar boshqalarning samanliklarini kechirsanglar, arishdiki otanglarmi sizlarni kechirdi. Biroq sizlar boshqalarning samanliklarini kechirmasanglar, arishdiki otanglarmi sizlarni kechirmaydi.